Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti klinikasida yuragida nuqsoni bo'lgan bolalarda bepul murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Bu kardiologik operatsiyalar to'liq mahalliy shifokorlar tomonidan amalga oshirilyapti. Batafsil muxbirimiz Muxtar Umbetov lavhasida. Ozoda Matquranova asli amudaryolik. Bu g'am qayg'u emas, aksincha quvonch ko'z yoshlari. Sababi uning o'g'li yaqindagina operatsiyadan chiqdi. Ko'p vaqtdan buyon bolasining kasalligidan siqilib, turli kasalxonalarga borgan suhbatdoshimiz mazkur manzilda farzandining dardiga davo topganini aytadi. Biz bundan oldin ham doktorlarga ko'rindik, shu yerga kelib joylashdik. Tek shu yuragimda shovqin bor edi. Lekin ko'p shamollardi. Operatsiya qilayotgan vrachlarga katta rahmat. Sharoit hammani ham sharoiti to'g'ri kelmaydi. Bepul qilib berdi. Hammasi uchun rahmat. Toshkent shahridagi Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik markazi kardioxirurglari mazkur klinikada bir hafta davomida o'z faoliyatini olib borishmoqda. Alohida aytishimiz kerakki, tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, operatsiyalarning barchasi bepul amalga oshiriladi. Hozirda har kuni 100 ga yaqin bemor bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti va undan tashqari kuniga 2 ta 3 ta tug'ma yurak nuqsoni bor bolalarga jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Muvaffaqiyatli, o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Hozirgacha o'tkazgan bolalarimiz o'ziga kelgan, hushida, ota-onasi xursand. Bundan tashqari Vohidov markazi xodimlari boshqa yo'nalishlar bo'yicha buyrakni ko'chirib o'tkazish respublikamizda hamma tumanlarida bajarilib kelinyapti. Bundan tashqari shu oshqozon ichak sistemasidagi bo'lgan kasalliklar yoki ko'krak qafasi jarrohligida yurakda bo'layotgan hamma jarayonlar shu viloyatlarda o'tkazib kelinyapti. Bunday o'zaro hamkorlik jajji bolajonlarning yangi hayotga qaytishiga sabab bo'lishi bilan birga shifokorlarning o'zaro tajriba almashishiga ham zamin yaratmoqda. Ma'lumot uchun bu kabi operatsiya jarayonlari mazkur klinikada har yili o'tkazilishi an'anaga aylangan. Jo'xori texnologiyali operatsiyalar 2022 yildan beri ishlab kelyapti. Zamonaviy asbab uskunalarimizning biri AIK apparati yordamida ishlab kelyapti. Shu apparatlar yordamida ulumi 100 dan aslam operatsiyalar ishlab keldi. Har bir bola o'zining uyini bir quvonch bilan qaytib o'tirganining guvohi bo'ldi. Muxtar Umbetov, Baxtiyor Abduraimov, Zamon informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan maxsus.